Assalomu alaykum hammaga do'stlar, yaxshimisizlar? Kecha bir voqea bo'ldi, bilasizlar, Instagramga qo'ydim. Telefonim sinib ketgandi. Keyin onamga aytdim, "Ona, shu telefonim sindi, ishxonamga kerak bo'libdi. Bir ikkita narsalarga" dedim. Onam hech ikkilanmasdan, "O'g'lim, o'zi 3 oylik oldin 16 Pro Max olgan" deb onamga, "O'g'lim, men telefonimni ishlab, men oddiyroq telefon ham bo'laveradi, shu singan telefoningni to'g'irlab bersang ishlatib yuraveraman" dedilar. Keyin odam badani bijirlab, ona bolasi uchun hamma narsaga tayyorligini bildim va bugun onamga savol keldi. Kimlar uchun oddiy narsadir, Pro Max, lekin men uchun bu katta narsa. Bugun hozir onamga beramiz bu telefonni. Men demoqchiman, hozir buni o'zim ishlatsam ham bo'ladi. Onam so'z menga o'zing ishlat dedilar. Bu telefonni onam ishlatmasdan turib ishlataman. Chunki